Azaplanmay desiniz, ko'nglingizni daryodek tuting. Abdori Muhammad Yusuf. İnsanlarning turlik qo'zg'atqichilarga taqobil turish darajasi o'xshash bo'lmaydi. Ba'zilari oddiy ishlar uchunmi nodonlik qilib qo'ydi, ba'zilari bo'lsa o'zining o'tkir tafakkuri va esil axloqi bilan o'zini tutib olishni biladi va turli qiyinchiliklar ustidan g'alaba qiladi. Gerçi kishilarning ittiglik, ig'ir besiqlik, aldiraqsonlik, savrchanlik, sazgurlik, divanlik qatorliq alayliklarning yuqur tövan bo'lishi, ularning asli xarakterining qandaq bo'lishiga zo'r darajada bog'liq bo'lsa-mu, odamning o'ziga bo'lgan ishonchisining boshqalarga muloyim bo'lish va ularning xatoliklarini afu qilish bilan muayyan munosabati bor. Pishib yetilgan odam kamolatga yetgan siri ko'ngli ko'ksi keng bo'ladi, apuchan bo'ladi. Kishilarning orzusini qabul qiladi, xatoliklarni kechirdi. Tantakdan biri uningga azor bergili tursa, u xuddi yo'lda o'ynayotgan sabiy bolalarning o'ziga tosh atqiniga qaragan paylasopga o'xshash egiz cho'qidan pastga boqadi. Ochiqning kayni kirgan chaqda g'azab ba'zilarni sarangliq darajasiga elib boradi. Hatto o'zlarini qon to'kmagicha oqlanmaydigan darajada haqoratga uchirganligini his qiladi. Ammo u axloqiy fazilatlarning qo'rg'onlari ichiga yoshiringan bo'lsa, bunchalik holga yetib qolmaydi. Payg'ambar alayhissalom bir sahobini ogohlantirib, uningga "Ochiqlanma" degan so'zni 3 qatim takrorlatgan. U yana mundaq degan: "Bilinglarki, g'azab odam bolasining qalbida yongan cho'g'dir. G'azablangan kishining ko'zlarining qizirib ketganligini, guran tomirlarining ko'pishib ketganligini ko'rmadinglarmi?" Payg'ambar alayhissalom g'azabni yengishning chorasini o'rgatib, "Men bir so'zni bilaman. Agar u kishi ashu so'zni aytsa, ochig'i bisiladi. U bo'lsa-mu, A'uzu billahi minashaytonirrajim degan so'zdir" degan. Bir kun Payg'ambar alayhissalom sahobalardan "Sizlar qandoq odamni kuchlik deysizlar?" deb so'raganda, sahobalar "Hech kim yiqitolmaydigan odamni kuchlik deymiz" deydi. Bu vaqtda Payg'ambar alayhissalom ularga "G'azablangan vaqtda o'zini tuta olgan odam haqiqiy kuchlik odamdir" deydi. Hammaga ma'lumki, inson o'zini qancha tutib olgan siri, g'azabni qancha besib olgan siri, ig'izga qancha ega bo'lgan siri, kishilarning savalliklarini qancha apu qilgan siri, uning kishilar va Alloh nazaridagi hurmati yuqori bo'ladi. Alloh taolo Qur'oni Karimda ochig'ini besib olg'uvchilarni va kishilarning savalliklarini apu qilg'uvchilarni maqtagan. Ya'ni taqvodorlar bayoshatchilikdimi, qisinchilikdimi Alloh yo'lida pul, mol sarf qiladiganlar, ochiqini basolaydigan, kishilarni kechira oladigan kishilardir. Alloh yaxshilik qilguvchilarni do'st tutadi. Ba'zi ishlarni unutib ketishmo ne'matdir. Ammo ochiqni, g'azabni va o'shlikni unutib ketish eng katta ne'matdir. Chunki inson bu orqali o'zini va boshqalarni asragan bo'ladi. Shuningdek, ko'ngil ko'ksini keng tutish, odatdagi ishlarga chechilib yurmaslik, mumkin qadar o'zini xushal tutishga, ochiqlanishdan yiroq turishga tirishish hikmatli ishdir. Bir ustozning nihoyat ochiq yomon, hamma ishdan va hamma kishidan dardlanib yuradigan bir shogirdi bor ekan.
bir kuni ustoz heliq shogirdni chaqirib, uni bir siqim tuz elib kelishga buyuribdi. Shogird tuzni elib kelgandan keyin uningga tuzni bir stakan suvga silib, yaxshi aralashtirishga buyuribdi. Shogird aralashtirib bo'lgandan keyin uni ichishga buyuribdi. Shogird ustozning buyrug'ini yera olmaganlikdan o'zini zo'rlab heliqi tuzliq suvni ichibdi. Shogird suvni ichib bo'lgandan keyin ustoz shogirddan suvning ta'mini so'rabdi. Shogird "Bakma ochiq ekan" degan gapni aran deyalabdi. Ondan ustoz uningga "Tayyor bo'lg'in, o'stang bo'yiga bormiz. Bir siqim tuz elib olg'in" debdi. Ikkisi daryo bo'yiga yetib borgandan keyin ustoz shogirdiga qarab "O'g'lim, qo'lingdagi tuzni daryoga chochqin, ondan daryo suyidan ishkin" debdi. Shogirdi daryoning suyini ichgandan keyin ustoz so'rabdi: "Ta'mi qandoq ekan?" Shogird "Ta'mi tatliq ekan ustoz" debdi. Ondan ustoz shogirdga yuzlanib "O'g'lim, sening ko'ngling istakandek emas, mushu daryodek keng bo'lsin. Shu chaqda sen hayotning go'zal ta'mini tetiy olaysan" debdi. Hayotingizning ta'mini belgilash sizning qo'lingizda bo'lib, siz uni daryo suyidek tatliq qilishga yoki istakandagi tuzliq suvga o'xshash achchiq qilishga, musibatlarni fursatlarga o'zgartishga albatta qodirsiz. Tugadi. 2020 yili 17 mart